Assalomu alaykum hammaga. Biz mana shu eshitish markaziga jiyanimni tekshirtirgani olib keldik va bu yerdagi imkoniyatlar, imtiyozlar va qulayliklarni eshitib keldik-da. Avvalgi quloqchinlarni, mana quloqqa taqadigan eshitish mikrofonlarini u doktor maslahati bilan nima qilib mikrofonlarni olgandik, apparatlarni u quloqqa tushmaganligi uchun hozir akustik eshitish markaziga keldik. Mutaxassis bilan gaplashgani, mana jiyanimda hozir Allohga shukr, endi quloqchinlariga o'zini razmeriga tushadigan apparatlarni qo'yib qo'llab ko'rdilar, yaxshi. Endi bir jiyaningiz bilan gaplashib ko'ring. Oldin qanaqa eshitgan, hozir qanaqa eshityapti? Oldingidan farqi bormi, yo'qmi? Pastmi, balandmi? Sekin gapirib ko'ring. Ko'chalarga olib chiqib sinab ko'ring. Qanday quloqing yaxshi eshityaptimi? Isming nima edi? Uyda nima ishlar qilding bugun? Ammang nima qilyapti o'rda? O'tiradi. Xolangni akani ichida kelding? Malades, gap yo'q. Men bunaqa sekin gaplashmaganman hali. Pastroqmi? Sal yaxshi. Mashina tovushi qanday eshitilyapti? Zo'r eshitilyapti? Men yana vaqtim bo'lmaydi sen olib kelganim. Hozir kamchiligi bo'lsa, nimasi bo'lsa, hozirda aytib. Yaxshimi eshitishi? Zo'rmi? Boshini hozir og'ritmaydi. Nima og'ritmaydi?